kayfiyatlar yaxshimi? Xabarlaringiz bor, davlatimizda hurmatli prezidentimiz bevosita tashabbuslari bilan yoshlarga e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish. Siz singari fidoyi va vatanparvar yoshlarimiz prezidentimizga haqiqiy kamarbasta bo'lib munosib hissa qo'shasizlar. Unutmang, siz O'zbekiston farzandisiz. Yurtimizning ertangi kuni, porloq kelajagisiz. Zero har bir inson o'z kelajagini o'z qo'li, yuksak bilim va iqtidori bilan yaratadi. Bugungi bayram avvalambor juda ham yuqori kayfiyatda ko'tarinki tarzda o'tyapti. Ko'rib turibsiz, o'sha yoshlarimizni hozirgi jarayonlar orqali kayfiyatlari a'lo ekanliklarini va bunday tadbirni uyushtirib bergan mutasaddilarga o'z minnatdorchilik bildiramiz va bunday tadbirlar ko'payib qolishini so'raymiz. Juda ham ajoyib tarzda o'tmoqda, chunki ko'ryapsiz yoshlarimizni ko'tarinki kayfiyat bilan ajoyib holatda va o'zim ham maza qilyapman.